Akalar, bu Hum GDI mashinamizga propan ustanovka qilib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir simlarini ulash jarayonlari ketyapti akalar. Arqa taraflariga 90 tali propan balon bilan ustanovka qilib beramiz. Yuk tashiydigan akalarimiz juda ham qulay bo'ladi akalar. Propanlarini 13 tarafiga joylab beryapmiz. Mana ishga 90 tali. Shunaqa xizmatlar bo'lsa akalar, tortinmay aloqaga chiqaringlar. Pullaringni ancha tejab qolasizlar. 90 ga 10 rejimda qilib beramiz akalar. 90% gazda yurasizlar, 10% benzin rasxod qiladi. Shu benzin rasxod qilishining sababi motorning injektoriga ziyon yetmasligi uchun akalar benzin sepadi. Murojaat qilinglar akalar. Buni ustanovkalar bo'yicha ham to'liq ma'lumot beramiz. Kompyuter xizmatlari bo'yicha ham, simlarda poryadkalari bo'yicha ham Qashqadaryoda yurgan ustakalar tortinmay aloqaga chiqinglar. Katta ustakalar yordamida sizlarga to'liq o'rgatib qo'yamiz akalar. Bemalol o'zlaringizda keyin GDI Imperial mashinalariga Alex brendidan ustanovka qilishingiz mumkin. Bu narsa bor, mana bu setkasi bor-ku. Mana og'zi bor. Og'zini setkab qo'yasiz, ma'lum? Uni hisobdan olganman. Uni olgansiz? Biz Qashqadaryoda xizmat safaridamiz akalar. Bugun GDI motorda bo'lgan yuk mashinasiga yoki propan ustanovka qilib berdik. Propanga Alex brendidan Idea degan bilat upravleniyasidan qo'yib berdik. 4 silindrli. Hozir nastroykalarni qilib beryapmiz. Nastroykalarga qiziqqan ustakalar bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga kompyuter nastroykalarni tomni o'rgatamiz. Sim montajlarni ham o'rgatib qo'yamiz akalar. Xotirmasdan aloqaga chiqinglar. Buni GDI motorlar kelib qolsa ham o'ylanmasdan akalar olaveringlar. Ustanovka qilib beramiz, yordam beramiz. Simlariga, nastroykalariga hech qanday muammo bo'lmaydi akalar. Mashinamizni ham to'liq nastroykalarni qilib berdik. Mashinamiz propanda ishlab turibdi akalar. Bemalol shunaqa propanlar ustanovkasi bo'yicha, nastroykalar bo'yicha aloqaga chiqsalaringiz, endi sizlarga to'liq ma'lumot berib o'rgatamiz. Mashinamiz yangi, hali 2000 kilometr endi yuryapti. Kulchatorlarni LED kulchator qilib berdik. Nastroykadan svetlarni o'zgartirib olasizlar. Siz benzinda harakatlandimi aka bu? Benzindan ham ziyod bo'ldi. Benzindan ham ziyod bo'ldi yurishida. Endi xudo xolisa propanda harakatlanasiz, pulingizni ancha tejab qolasiz. Danli yo'lda ko'p yurasizmi aka? Danli yo'lda yursiz sizga bilinadi buni foydasi aka. 90 ga 10 bo'ldi, usta aka. 90 ga 10 qilib haydaverasizlar hozir.